Abdullaxon II. O'zbek davlatchiligi tarixida Buxoro xonligining Shayboniylar sulolasidan bo'lgan eng yirik hukmdori Abdullaxon II sanaladi. U 1534-yilda Miyonkol shahridagi Ofarinkent qishlog'ida tug'ilgan. Yosh Abdulla Sulton dastlab o'zining hukmdor sifatidagi butun g'ayrat shijoatini 1551-yil Karmanada namoyish etgan. Viloyatga Toshkentdan Baroqxon va Samarqanddan Abdullatifxon hujum qilgan bir paytda otasi Iskandar Sulton Amudaryo ortiga qochadi. Abdulla Sulton bor mas'uliyatni o'z zimmasiga olib, bu hujumni bartaraf etishga muvaffaq bo'ladi. Keyingi yillarda ham u o'z mulkini g'arbga, Buxoro tomonga va janubi sharq, Qarshi va Shahrisabz tomonga kengaytirishga tinimsiz intiladi. Uning bunday sa'y-harakatlari har doim ham omadli yakun topmaydi albatta. Hatto 1556-yilda u otameros mulkini tashlab Maymanaga qochishga majbur bo'ladi. Shunda u amakisi bo'lgan Balx hokimi Pir Muhammaddan harbiy yordam olib, Piri Xoja Muhammad Islom ko'magida Baroqxon, keyinchalik uning o'g'illari Darveshxon va Bobo sultonlarga qarshi uzoq muddat kurash olib boradi. O'sha yili Baroqxon vafot etgach, darhol Karmana va Shahrisabzda o'z hukmronligini tiklaydi. 1557-yili may oyida Buxoroni qo'lga kiritadi va uni o'z poytaxtiga aylantiradi. 1561-yilda otasi Iskandarxonni davlat boshlig'i xon deb e'lon qilib, uning nomidan mamlakatni o'zi boshqara boshlaydi. Markaziy hokimiyatga bo'ysunishdan bosh tortgan Shayboniy sultonlar bilan kurashib, 1574-yilda Balx, 1578-yilda Samarqand, Toshkent, Sayram, 1583-yilda Turkiston va Farg'onani egallaydi. 1582-yilda dashtga yurish qilib, Ulug'tog'ga qadar boradi. 1583-yilda Iskandarxon vafot etgach, Abdullaxon II mamlakatning mutlaq hukmdori sifatida taxtga o'tiradi. Shundan so'ng markaziy hokimiyatga qarshi ko'tarilgan Maymana va Garchiston, shuningdek Badaxshondagi G'alayon tartibsizliklarni bostiradi. Xorazmga 2 marta yurish qilib, u yerda markaziy hokimiyat hukmronligini qayta tiklaydi. Manbalarning guvohlik berishicha, Abdullaxon II davrida mamlakat hududi Qashqardan Orol va Kaspiy dengizlari sohillarigacha, Turkiston va Sayramdan Xurosonning sharqiy qismigacha bo'lgan ulkan hududlarni birlashtirgan yirik saltanatga aylanadi. Buyuk sarkarda hayotining so'nggi yillarida o'g'li Abdulmo'min bilan chiqisholmay qoladi. Ular o'rtasidagi munosabatlar keskinlashganidan xabar topgan Qozoq xoni Tavakkalxon Toshkent viloyati va Toshkent-Samarqand oralig'idagi yerlarga bostirib kiradi. Bosqinga qarshi yuborilgan qo'shinni ham tor-mor etib, hujumni davom ettiradi. Natijada Abdullaxonning o'zi unga qarshi qo'shin tortishga majbur bo'ladi. 1598-yil 8-fevralda hukmdorning qo'shini Samarqandga yetganida o'g'li Abdulmo'min Amir Muhammad Boqibiy bilan kelishib, otasi Abdullaxon II-ni zaharlab o'ldiradi. U Buxoro yaqinida Bahovuddin majmuasiga dafn etiladi. Abdullaxon II nafaqat faol tashqi siyosat yuritgan, balki uning mamlakat ichki siyosati, xususan davlat boshqaruvi tizimini mustahkamlash, ayniqsa pul islohoti o'tkazish yo'lidagi faoliyati tahsinga sazovordir. Tarixiy kitoblarda keltirilishicha, bu davrda mamlakatda shaharsozlik, adabiyot, ilm-fan taraqqiy etgan. Buxoro madaniyat, ilm-fan markaziga aylangan. Abdullaxon II-ning o'zi ham iste'dodli shoir bo'lib, xon taxallusi bilan o'zbek va fors tillarida she'rlar yozgan. U buyuk davlat arbobi, sarkarda, ilm-fan, ma'rifat, madaniyat homiysi sifatida tarixda qoldi.